Assalomu alaykum hammaga. Men bugun sizlarga qana qilib to'g'ri video, shorts video yuklashni o'rgataman. O'ta ko'p videolardan o'zim istaganman yangi boshlayotganimda. Bunga hech kim to'liq ma'lumot bermagan ekan. Video yuklashdan avval sizlarga bitta muhim narsani eslatib o'tmoqchiman. Videoni boshqa Instagram bir yerlardan o'g'irlab olib qo'ysa YouTube trendga o'zi chiqarmar ekan. YouTube o'sha hozir nima qilsa trendga chiqib ketishini ham o'rgatib o'taman. Birinchi bo'lib videoni biz o'zimiz yasab qo'yishimiz kerak. Hozir men sizlarga qanaqa qilib shorts video yasashni ham o'rgataman. O'rtadagi plus belgini bosasizlar. Bosganinglardan keyin bitta qaramtirroq nimani bosasizlar. Qora surat o'zinglar suratga olib olasizlar, qop-qorong'i qilib turib. Shu qora suratni tanlaganinglardan keyin bu yerda sekundini 7 sekunddan 15 sekundga qadar qilib olsanglar bo'ladi. Men 15 sekund qilib qo'yaman. Keyin tayyorni bosib turasizlar. Keyin bu yerdan o'zimiz matndan xohlagan narsamizni yozsak bo'ladi. Misol uchun juda ham o'zinglar ko'p ko'rayotgan videolardan bo'lsa kerak. Portugaliya yoki O'zbekiston degan. Shuni yasashni o'rgataman. Bu bayroqni ustiga bosasizlar, keyin bir yerdan bunday chizsanglar kattalashadi. Buni o'zinglar ham bilsanglar kerak. Shuna qilib bu yerdan o'zinglar yozib olasizlar. Endi like obuna yoki like qaysi biri ko'proq olib kelar degandan mana hozir shuna qilib chiroyli montaj qilib olasizlar. Men misol uchun O'zbekiston deb tanlayman. Kim ko'p to'play olarkin? Boshqacha ranglarda qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana endi shunga mos o'zinglar ashula o'ylab topib qo'yib yuborasizlar. Shuna qilib o'zinglar yasasanglar, o'shunda YouTube trendga chiqarib olish imkoniyati ko'proq ham bo'ladi. Endi bunga qanaqa qo'shiq topamiz? Bunga hozir qanaqa qo'shiq bor? Bunga bu yerdan qo'shishni qo'shishadi. O'zinglar yoqqanlar. Shu qo'shishni qo'yib keyingisini bosamiz. Bosgandan keyin bu yerdan shaxsiyni hammaga ochiq qilib qo'yasizlar. Hammaga ochiq. Bu yerdan tahrirlangan kontent degan yerga bosib, yo'lni bosib qo'yasizlar. Keyin bevosita reklama va brendlar degan bostirib, bu yerdan ham yo'lni bosasizlar. Nomiga kelsak, O'zbekiston va endi Portugaliya nomiga shunday qilib qo'yib qo'yasizlar. O'zinglarning videolarga mosroq bo'lsa ham bo'laveradi. Mana endi yuklaymiz. Yuklangandan keyin mana qo'yib yubordik.
Hozir yuklanadi. Chicha vaqt olib qolishi mumkin. Mana yuklanib bitdi. Endi bu video yuklanib bitgandan keyin ish endi boshlaymiz. Bu videomizga 3 ta tochka bo'ladi videomizda. Shuni bosib tahrirlash degan bosasizlar. Endi sizlar telefoninglar o'zchami, boshqa tildan bilmadim. Meniki o'zbekcha. Shuni bosganinglardan keyin pastda mana ko'rib turganinglardek T kiritish degan yer bor. Shu yerga O'zbekiston keyin Portugaliya o'yini deb shuni pastdagi ko'kda bir bossanglar o'tadi. Shu yerga 5-6 ta mana shu o'yin haqida ma'lumotlarni yozasizlar. Keyin UZB shorts deb qo'ysanglar ham bo'laveradi. Shuna qilib 5-6 ta yozasizlar va bo'ldi. Saqlash. Endi bundan keyin bu video joylanib bitdi. Endi buni threadga yordamlashib komment yozamiz. Shuna qilib komment yozamiz. Hamma youtuberlar ham bilsa kerak, bu videoyimiz hamma youtuberlarda ham 3 ta 4 ta 5-6 ta akkaunt bo'lishi kerak. Shu yerga o'zingizning akkauntingizga bossangiz mash chiqib keladi. Keyin bu yerda hisobni almashtirishdan boshqa akkauntlaringizdan kirib, o'sha videoyingizga like bosib, komment yozib chiqsanglar, tarqalib ketish ehtimoli ham juda yuqori bo'ladi. Hammaga rahmat videoni ko'rib borganingiz uchun. O'xshasa menga ham obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Biz ham ketaylik endi.